hürmetli Mayak gazetesi okuşuları, hürmetli kelgen dostlar, konaklar, biz indi mene başlap jiberabız bugün. Sizning bilan odatdagicha o'zimizning 10 kunlik arasında o'tkazilib turgan Mayak gazetesine yazılışlar arasında bo'lak o'ynatdi. Indi bu yıl bizning Mayak gazetesine kimlar yazıldı. 10 kunlik davomida onlarning birisi o'tashaq nashu deb so'raysiz. Aldagi 10 kunlik aralarında siz şuayaq eshitgan edingiz. Jumishchilar bizning bo'ldi. Kurash, Kambikorov, onlar siz şuayaq so'raysiz o'ynatgan edi. Kelajakda da bizning shunday o'yinlar davom etacak. Mayak gazetesine yozilamiz. Endi 5 dekabrda bizning 15 dekabrga qatli Mayak gazetesine beylar tog'ida tushashak. %7 so'mga to'lanaraq bo'lgan 742 so'mga sizning yozuv mumkinligi bor. Shu fursatni qo'llanib qildirmaslik kerak. Mumkinliklar bo'lganda shulay Mayak gazetesine yozilamiz. Ham endi o'zimizning jurnalistlar yozgan, o'zimizning xalqimizdan kelgan qiziqli maqolalarni siz uyda o'qib, motor etib o'zimizning kelajagimizni olib boramiz deb ishonamiz. Barchangizga da rahmat. Aytamiz, biz bugungi o'zimizning shu beygini boshlab yuborik. Sizni Riza Sarbarovnaga beramiz. Bizning endi bugungi o'yinimiz 14-noyabrdan 24-noyabrga qadar yozuvchilar orasida bo'ldi. Bizga borlig'i 81 kishidan kvitansiya keldi. Biz endi ularning mana shulay ismlarini tuzdik har vaqtdagicha. Ham endi mana shulay qilib 81 nomer azirladik. Hozir bu 81 nomerni qizlar aydangiz, keling aydangiz. Mana 81 nomerni hozir shunda solamiz. Mana bizning o'yinimiz madaniyat idorasida o'tdi. Bizning madaniyat idorasi xizmatkorlari orasida, yozuvchilar orasida da, ular orasida da yangidan maxsus priz o'ynatamiz. Ham ularning kollektividan shu 10 kunlikda yozuvchilarga qatnashadi. Shularning birisi mana bizning Alina Mardiyeva. Biz ana shu qildik. Mana o'yinga kirdilar qizlar. Mana Alina hozir aylantiramiz. Solib o'tirik mana shu qo'yib qisib qolmadim ekan men. Böyle qolmadi. Bizning kabul bo'shadi. Sana olib shekka. Hozir aylantirib aylantirdi. Tortib olib birinchi baxtli sonni bizni mana birinchi tüp prizimiz bugun o'ynatamiz. Shunday qo'l tuzan suv qashi aylandik. Bizda qo'l bosh. Bismillah aytdi. Nishanchi nomer ekanini. 29-nomer mana bizning 29-nomer bizning 29-nomerda ekan bizning 29-nomerda Rahmanova M.A. oznaqa kiyimlaridan bizning Rahmanova degan xonim mana shu o'qilishni o'tdi. Biz endi uning Mayak redaksiyasiga kelib oluvni so'raymiz shu bo'lakni. Bizga rahmat. Bizga mana shu 10 kunlik orasida e'tibor etsangiz do'stlar 81 kishi yozilgan. Mana choq terma uyushmalar chiqargan. Ham endi mana shu 10 kunlik ichida chiqarganlar bizga oznaqay bolitsasi, ham juda ko'p oznaqay kiyimlarini, ular juda ko'p yozilganlar, oznaqay kiyimlarini biz ularga rahmat deymiz. Ham endi aytganimizcha bizning shulay mana madaniyat idorasidan juda ko'plab yozildilar. Biz ular uchun shulay ayrim bayga o'tkazamiz. Ular uchun ayrim bayga Allah yılda bizga 200'dan ortiq bizning kishisi yoziladi Mayak gazetesine. Hozir biz sizning bilan ularning yozilgan kishilar orasida ikki qo'shiq qo'rashni o'tamiz. Madaniyat idorasida bunda endi shu g'invar oyidan bugungi kunga yozuvchilar orasida o'ynatamiz. Bizning endi shulay kollektivlarda, xizmat kollektivlarida o'yinlar o'ynatib davom etadi deb ishonamiz. Chaqiramiz, kutib qolamiz. Agarda kollektivda ko'p kishi yozmaydigan, shu kollektiv uchun biz baygi ham bo'laklar narxini o'tkazamiz. Bo'ldi. Bizning mana madaniyat idorasida yozuvchilar 149 kishi yozilgan. Bizga rahmatli. Yozuvchilar arasida kvitansiyalar berilgan.
Ali yazılı devam edecek. Biz hali kütüp kalavuzlarında Biz kubrak yazılışlarını Medeniyet İdaresi'nden yanıya bakatlı. birinci kapışıp qatnaş azıqını oynatabız. Bizning endi iğanashimiz Mitrey qatnaş azıq yasa zavodi. Olar olдағы o'yinda da shushlay berganlar edi. Mana bizning kim ekan bizning Tavul kişisine oldu. Qışqırta so'rab yasash 65. 65. Mana qizlar aytadilar kimga lekkanin bizning hozir. Tak, 65 bizning Kamayeva Farzana Şafkatovna. Biblioteka. Bibliotekadan mana Kamayeva Farzana Kamayeva Farzana kitobxonachi deydilar mana qizlar. Biz endi hozir edi buni kitobxona Bizning hali prizlar tag'in bor. Bizning bugun bitarli sho'ya balakigina kushtanashlar. U da bo'lsa sheylar, shikar. Hozir ikkinchi qopshiqni o'ynatamiz. Ручка. İlla oldu. 56 nomerimizni biz madaniyat xizmatkorlari arasida 56 nomer. Biz şeyini attık değil mi? Yo'q, biz uni o'ynatdik. Bir qopshiq qatnashasiz, hamda bir qopshiq qatnashasiz. Муртазина Милюше. Тоже библиотека. Bibliotekamda mana bugun Bekbahat Yilmaya, Milawsha Murtazina. Onlarga shulay bir qopshiq qatnash oziq. Yazrak. Hozir endi bizning утешительный приз deb aytamiz endi. Sheylar, mana Kimga basat yilmaya. Tanlab sheyishga kelamiz endi shu kishiga. O'rgalab, yig'ilib sheyishasiz. 34. 34 bizning, 34 bizning. Тоже библиотекадан. Bu erkekden bizning erkek kitobxonachisi G'azijanova Venera xonimga yana bek yaxshi. 34 şey başka şey. Hozir endi qopli şey o'ynatib. Boshqalarni tortib chiqaradi kitobxonachilarga. Ишет turmaydi gap. Bunda gradikalarda ko'p. 22. 22. Опять библиотеками. 22. Aktobe Zagaynov Vitaliy Gennadievich Aktobe Bolalar san'at maktabining qismini. Bunlarga başka şey. Ama İngilizden şikayet самый дефицитный var, en kıymetli var. Bunu kırmızı. 96. 96, ne 96. Zaten aktörüm bu. 96 ismi. Magdiva Albina. Ben kuzu. Bugün bitme. Daha olmaydı. Biraz şartlar bu sizge nasıl şoktu? Belki kuştana şeylerge. Teşekkürler. Rahmet. Bulanlarga yapılabilirsiniz. Rahatlık şey gelse bu yıllarda yaşlanmak. Lotereya oynarlarmıyız mı? Oynayın. Nega? Rahatlık şey gelemiz de şulay kadar. Бик зур рахмат. Sizga rahmat. Sizga oңышны tilәп калабыз. Шушындай күңелле мизгелләр күбрәк булсын. Бик зур рахмат. Bizning bilan Mayak gazetasi bilan birga bo'lasiz. Har vaqt Madaniyat idorasi yozila. Bizning ko'p o'quvchilarimiz sizni yaratib o'qiy, sizning bitindi turmush bekda qiziqli. Bizning shunga ko'ra madaniyat xalqi bizning har vaqt shunday qiziqli ma'lumotlarga boy. Ana endi biz aytasizki rahmat bugungi sponsorlarimizga. Sponsorlarimiz baribir endi bizning ko'plardan bizning bilan birga ishlaydilar. O'zgar ko'rasiz belgilarda bizning mana shu ikki qopshiq to'rash o'rnatdilar, tamom bilan qo'yib berdilar. Bu yigitlarga biz esanlik, sog'lik tilaymiz. Bir vaqtda da boshqalar bo'lmasin, bizneslari olg'a tava borsin. Ham endi mana o'zgan yenguvchilarni ko'rgan edingiz, bizning kumush suv basseynidan yenggan edi bir shulay trenerimiz dedik. Unda ol shulay tuzan sort qishatqani, o'zganida mana
4-нче мәктәптән безнең инглиз теле укытучысы сатканы бу юлы менә сез күрдегез китапханәдә эшләүче бүләгетте. Күрәсез, менә шушындый бәйгеләр, алар бары тик матур мизгелләр генә. Бүләк итә, киләчәктә дә безнең белән бергә булыгыз. Сезгә исәнлек, иминлек телибез. Рәхмәт бик зур.